Strategiya va taktika. Siz ish o'rningizdagi kishilarning strategiya va taktika degan uqumlarni tilga olganligini anglagan bo'lishingiz mumkin. Bu ikkisi xizmat muhiti va tordagi maqola yozmalarda ko'p ishlatiladigan, ammo doim aralashtirib etiladigan atalg'ulardir. Bugun biz strategiya bilan taktikaning orasidagi haqiqiy farq va munosabatni o'ttirg'a qo'yamiz. Strategiya bilan taktikaning orasida nurg'un farqlar bor. Buni qisqacha tushuntirsak, strategiya nishon va shu nishonni ishga oshirish usulini ko'rsatsa, taktika shu jarayonda qo'llaniladigan muayyan tadbirlarni ko'rsatadi. Tövəndə biz strategiya bilan taktikaning farq, o'xshamasligi va bu ikkisini ishga oshirish usullari haqida tafsiliy to'xtalamiz. Bundan alayzal 2500 yil muqaddam Xitoy harbiy strategiyachisi Sun Tzu harbiy ishlar dasturi degan asarda taktiksiz strategiya zafarning to'sqini, strategiyasiz taktika mag'lubiyatning shavqini degan edi. Taktika bilan strategiya o'zaro ziddiyatlik emas, balki yondosh uqumlardir. Ularning aniqlamasi tövəndikicha. Strategiya sizning uzoq muddatlik nishonlaringizni va ularni ishga oshirish uchun tuzgan planlaringizni ko'rsatadi. Boshqacha qilib aytganda, strategiya sizni tashkilotingizning nishonini ishga oshirish uchun muhtoj bo'ladigan yo'l bilan ta'minlaydi. Taktika texmi konkret bo'lib, texmi kichik qadam bosqichlar va texmi qisqa vaqt bo'laklarga ega ekanligi bilan xarakterlanadi. Taktikani o'z navbatida tadbir deyishga bo'ladi. Yaxshi strategiya qandaq bo'ladi? Puxta strategiya bir tashkilot, ya'ni organ, shirkat va hokazoning yadrolik qimmat qarshiga vakillik qiladi. Strategiya atirtingiz tashkilotning hamma bo'limlaridan fikr to'plab, tuzilgisi strategiyaning har bir bo'limining kun tartibidagi eng muhim ishlar bilan birdaklikka ega bo'lishiga kapolatlik qilishi. Shundaqla barliq strategiyalarni ijro qilg'ili bo'ladigan bo'lishi kerak. Strategiya tuzganda diqqatingizni erishmoqchi bo'lgan oxirgi natija yoki nishonga markazlashtiring. Strategiyangiz tashkilotingizdagi barliq faoliyatlarning asosidir. Strategiyaning qandaq tuzilishi kollektivning mazkur nishonlarni ishga oshirishga urinish jarayonida qaror chiqarishiga yetakchilik qiladi. Masalan, bir uy jihozlar shirkatining bozor ulushini oshirish nishoni bor bo'lsa, uning strategiyasi bahoning boshqalarninkidan afzal bo'lishini va skladda odatdagi mahsulotlarning yetarli bo'lishini o'z ichiga elishi, rahbarlik guruhisimi eng avval mahsulotning tannarxini tuvallatishga aloqador qarorlarni chiqarish kerak. Yaxshi taktika qandaq bo'ladi? Yaxshi taktika strategiyangizni ishga oshirishingizga yordam beradigan aniq nishonga ega bo'ladi. Uningda belgilik vaqtda muayyan harakatlar tamomlanadi va ularning ta'siri o'lchanadi. Uy jihozlar shirkatining taktikasi isrofchilik va unumsizlikni eng to'van chekka tushirish uchun ishlab chiqarish qadam bosqichlarini tahlil qilish va shu orqali tannarxni ham setilish bahosini tuvallatish bo'ladi. Shirkat ushbu tahlilning oldi kaynidagi tannarx farqini selishtirish orqali taktikaning qanchalik utuqliq bo'lganligini o'lchay oladi. Xulosalaganda, strategiya bilan taktikaning farqini tushunish uchun strategiyalik tafakkur qilib, taktikalik harakat qiling degan qoidani asli tutib olish eng oddiy usullardan biridir. Tövəndə sizning
bu ikki atalğını texmi yaxshi farqlandirishiniz uchun strategiya bilan taktikaning o'zaro qandaq ta'sir ko'rsatadiganligi haqida bir qancha misolni keltiramiz. Birinchi, strategiya keng doiralik izdanish, planlash va ichki qismdagi o'ylanishni asos qiladi. Bu bir uzoq muddatli plandir. Ammo taktika qisqa muddatlik harakatdir. Masalan, agar sizning bozor ichish strategiyangiz ijtimoiy taratqudagi ta'siringizni kuchaytirish va ifodangizni yaxshilash bo'lsa, u chaqda buningga mos holdagi taktikangiz tijorat uchun eng uyg'un kanalni va xaridorlaringiz uchun eng ta'sirli uchurlarni tanlash bo'ladi. Bir tashkilotdagi ichki yoki tashqi omillarga moslashish uchun strategiya o'zgartirilsa bo'ladi. Ammo o'zgartish qarori yengillik bilan chiqarilmasligi kerak. Taktika strategiyadagi utqingiz asosida o'zgartirilsa bo'ladi. Taktikani to'g'rilash strategiyangizni o'zgartirishdan ko'p oson. Shunga strategiyalik planingizning puxta bo'lishiga kafolatlik qiling. Ikkinchi, strategiya bilan taktika odoqqa nishonga yetishda teng rol o'ynaydi. Agar sizning strategiyangiz taqqa yamishish bo'lsa, strategiyangizning halqiliq tarkiblaridan biri tog'ning qaysi tarafidan yamishishni qaror qilishdir. Aşqıtımlıq səfər üçün setib aladigan əsliyələringiz, siz bilan birga taqqa yamishadigan odamlar u yerga berish uchun qanchalik vaqt ketadiganligi, taqqa qaysi faslda yamishish kerakligi qatorliqlarga aloqador mukammal safar planingiz ana shular sizning taktikangizdir. Taktiksiz strategiyani ijro qilg'il bo'lmaydi. Shundaqla u sizning nishonni ishga oshirishingizga yordam qila olmaydi. Üçüncü, strategiya bilan taktika cho'qim boshdan oxir o'zaro moslashish kerak. Siz muayyan bir projekt, ya'ni taktikaga qattiq qiziqishingiz mumkin. Ammo faqat shu taktikaga mos holdagi uzoq muddatlik strategiyangiz bo'lgandila, ondan ushbu projektni qo'lga olsangiz bo'ladi. Chunki strategiyangiz tashkilotingizning qaysi taktikani qo'llanishi kerakligini aytib beradi. To'rtinchi, eng yaxshi strategiya va taktika yanala butun narsani o'z ichiga ilib bo'la olmaydi. Chunki foydalanğılı bo'ladigan manba cheklik bo'lg'achqa, to'g'ri strategiya va shuningga mos holdagi taktikani tanlash sizni ko'zlagan nishoningizni ishga oshirish uchun eng muvofiq usul qo'llanish imkoniyatiga ega qiladi. Buningga yana bir misol olsak, tashkilotingizning eng muhim vazifasi insonlar qo'yib berayotgan karbon miqdorini azaytish deb turayli. Agar sizning strategiyangiz ma'lum rayondagi karbon qo'yib berilish miqdorini muayyan nisbatda azaytish bo'lsa, kishilarni, ya'ni suv va quyosh elektr energiyalarga o'xshash yengillanadigan energiya ishlatish jihatda tarbiyalashni nishon qilsangiz bo'ladi. Shuning bilan siz televizor e'loni orqali bozor ichish taktikasini qo'llanishingiz mumkin. Andın bu proyektga zarur bo'lgan manbalarni kuzatisiz va e'lon rejissori tepish, ssenariy yezish, suratga elish maydonini tanlash, video tahrirligi qatorliq turlarni tekshirishga boshlaysiz. İngilizchadan Anvar Qarqurum tarjimasi. Uyg'urlar tor jurnalining 8-sonidan ilindi.